Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Navruz bu yangilanish, Navruz ayyomi bu yasharish, yilning boshlanishi, yangi kunning boshlanishi. Yurtimizda mana shunday chiroyli kunlar ko'p bo'lishini, yangiliklar bo'lishini belgisi. Bugun mana shunday markazimizda bo'layotgan shunday saylda turib, barchangizni Navruz ayyomi bilan chin dildan samimiy tabriklayman. Mana shu sumalak kovlayotganda, qo'zg'ayotganda nima niyatlaringiz bo'lsa, qanaqa ezgu tilaklaringiz bo'lsa, hammasi amalga oshsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Biz mana shunday tinch yurtda, osoyishta davrda, shunday xursandchilik kunlarda o'z niyatlarimizni aytib, tilaklar bilan sumalak kovlaylik. Har birimizga yaxshi kunlar, mana shunday chiroyli ayyomlar nasib etadi. Hoş geldin yangi kun, hoş geldin Navruz, chiroying shu yurtda topmish tabiat. Ta'limda sifatida, mazmunda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Xudo xolasa bu yil ham shunaqangi o'sha niyatlarga yetish kerak hammamiz. Hamma shu yerda ishlaydiganlarda oilasida tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. O'qib ketayotgan o'qituvchilarimiz xalqimizga yaxshi xizmat qilib, farzandlarimiz yaxshi o'qitsin. Oilalarda chaqaloqlar tug'ilsin, kelinlar kelsin, qizlar chiqarsin, shu yerda ishlaydiganlar. Alamamurlash rahbarligida bular hammasi juda chiroyli o'tsin. Endi bu ishlaydiganlar hammasi bir qayerda kasb egasida berdagilar. O'qituvchilik kasbi eng ulug' ustozlik kasbi. Xudo xolasa, ana shunaqangi yaxshi niyatlar qilaylik, ishimiz ham xuddi shunday bo'lsin. Mana xalqimizning eng qadimiy ifodatlaridan bittasi mana shu Navruz bayramida sumalak qilish. Endi bu faqat buni yeb qorin to'yg'izish emas bu. Milliy qadriyatlarimiz, ota-bobomizdan qolgan rusumlarimiz, mana shu sumalak pishirib, shirda qozon qaynatib, qanaqadir qozonda boshida o'ynab, kulib, bir bayram qilib, yaxshi niyatlar aytish bu otamizdan qolgan, ota-bobomizdan qolgan bir milliy qadriyat. Buni hamma joyda ham qilavermayapti hozir. Mana endi har yil sizlar qilasizlar. Xudo xolasa, buyurgisi ham juda yaxshi o'tsin. Mana shu qozonni boshida aytilgan niyatlar hammasi ijobat bo'lsin. Mana shu jamoada ishlaydiganlar hammasi niyatlariga yetilsin. Sog' bo'linglar. Alamamurlash rahbarligida endi bu yerda juda katta ishlar qilyapti. Xudo xolasa, qolganlari ham bitib, aytgan niyatlarimizga yetishib yurish hammamizga nasib etsin. Tilaymiz. Bayramlar hammalaringizga muborak bo'lsin. Qaldirg'och sog'inchim izhori senda, qora ko'z turnalar al yori senda.